Abadogimizni yasash uchun bizga kerak bo'ladigan abadog mana и klix. Buni har xili bor. Xohlagandan olsanglar bo'ladi. Men shunday ishlataman. Mana shunaqa amborli kerak bo'ladi. Keyin bu shunaqa metrovoy bu. Shundan kerak bo'ladi bizga. И sim kerak bo'ladi. Sizlar xohlaganingizdan olsanglar bo'ladi. 5 lidan, faqat 5 lidan olasizlar. 4 li, 3 li bo'lmaydi. Men shunaqadan oldim. Bitta pochka kerak bo'ladi. Bu hozir bitta pochkadan kamroq. Mana bitta pochka. Bundan ham bitta pochka. Olsanglar ancha narsa ketadi bu. Keyin mana shundan kerak bo'ladi bizga. Qaychi kerak bo'ladi qurolimizni. Keyin 5 ta gul. Mana shunaqa gul olasizlar 5 ta. Keyin barakchalardan 10 ta olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz hozir bizani mana klix bilan yopishtirib chiqamiz yana. Birinchi barakchalarga boshlaymiz mana. Shu holatda kliximizdan suramiz. Bu yog'iga ham surib shu holatda suramizda. Keyin mana xuddi shu toshimizni yopishtiramiz. Bu kamida 1-2 soat turadi, kamida. Chunki yopishib olish kerak. Rosa chiroyli chiqadi bitganda. Mana. Mana qizlar. Xuddi shu tartibda qilib bitta joyga olib qo'yasizlar pastga. Qog'oz ustiga qo'ysanglar ham bo'ladi, tagida qog'oz qo'yib. Tegmaysizlar, 1-2 soat tegmaysizlar, shu holatda turadi. Mana. Qolganlarni ham xuddi shunaqa qilib olamiz. Joyda. Mana qizlar qo'yib chiqdim buni, mana. Hammasini shunaqa qilib chiqdik, 10 tani. Ana endi gulimizni qilamiz mana. Guldan 5 ta bor. Mana shu 5 ta gulimizga qilamiz. Buni ham birinchi klixlab olamiz. Buni qaranglar, bunisiga qilmaysizlar. Mana. Bu joyga qilmaysizlar. Tosh o'ziga qilasizlar. Sababi oqib ketadi. O'shaning uchun tosh o'ziga mana atrofiga qo'yib olasizlar klixga. Qo'yib oldim. Ana endi mana bunaqa emas. Adashtirib oldim. Mana bu holatda. Mana shu holatda. Mana qizlar. Mana. Qaranglar, maslahatim tagiga qog'oz olinglar-da. Qog'oz qo'yib, keyin mana shu holatda gullarni qo'yib, mana yopishtirib chiqamiz endi. Chunki oqib ketadi klix. Mana shu holatda qo'yib chiqamiz. Bu ham 1-2 soat turadi, kamida 1-2 soat. Keyin bitta narsa klix ishlatib bo'ldinglarmi, sразу anaqa qopqog'ini yopib qo'yinglar, qotib ketadi chunki bu. Mana shu holatda chiqamiz. Hammasini shunaqa qilasizlar qizlar. Mana bunaqa qilsanglar oqib ketadi, o'shaning uchun yopib qo'yish kerak. Joylarni to'g'rilab olamiz tepaga qarab. Chunki abadogga yopishtirgandan keyin buni yopishtiramiz. O'shaning uchun teparoq qilaman toshni. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib teparoqga qilib qilasizlar. Ichkariga qirg'izib olmaylar toshni. Mana xuddi shunaqa qilib bularga ham yopishtirib chiqamiz.